Bitdim ipaklari illodan. O'yani bilinman, to'g'risini aytaman. Lekin bu yerda bitta narsani bilaman. Mana Amutlarda Navro'z bayrami bo'lyapti. Qatta deysizmi? 8-maktabda. Bu mana biz keldik. Qayerga keldik? 8-maktabni Raybakan bog'iga keldik. Bir chekada so'rab chiqamiz. Yeyishga nima bor ekan? Yo, qornim yomon. Ketdik. Ya assalomu alaykum. Buxoro, nechi sinf? 8 nima? Kim sinf edi? Sanor opam, opam meni. O'quvchilaringiz nima qilyapti ekan? Menyuda nima bugun? Salat, Oshga kelamiz. Nechida tayyor bo'ladi primerna? Bo'ldi. Ha, 8lar bizni osh bilan siylayapti. Mana keyingi 8lar. Ey, salomat! 8lar nechisi? Necha o'tdi 8lar. Bugun menyuda nima? Qo'l bola shashligimiz bugun. Qani qochinglarchi. Bitta xidlat buni. Kamera. Shashlik, qo'l bola shashligimiz. Shamsiddinning o'zida shashligimiz bugun. 8. Kim sinifi? Sano'zoba mehmon qilmasangiz qarang. Hech qachon bitta narsani unutmang, bitta akam aytgan. 90lik 918 45 77. Keyingi sinf. Va alaykum assalom. Samarqandliklar bular, unutmanglar. Keyingi sinfimiz. Salomat. Nechi sinf? Kim sinifi? Abdulaziz aka, endi boshida Donor aka bo'lgan, Donor akaga addushi salom. Bitta narsani so'rayman, rostini aytinglar. Abduqodir Husanovga o'xshaydimi yo'qmi? Kiming bo'ladi? Halol qizi bo'ladi. Ana dasqat olish kerak bo'lsa bundan olasizlar. Oshga chaqirasiz. Bugun menyuda nima? Oshmi? Bo'tni ham oshini tatib ko'ramiz. Ketdik. Men o'zimning nevaram otajon bilan tanishtirmoqchiman. Otajon, yaxshisiz? O'g'lim yaxshisiz? Charchaysizmi? Erta ne qo'ylarni boylamasdan suv bermasdan chiqib ketdi. Ne unaqa qilasiz? Suv berib chiqib ketgan har kuni ertalar. Nima yapayapsiz? Bugun nima sahna ko'rib chiqib berasizlar? Bugunmi? Hali reja qilganmiz, yo'llarga chiqib ketamiz. Qimasalarni qaranglar. 8da Otash polvonni davomchisi. Chiqib beradi nimadir. Keyingi sinfga o'tamiz, yosh bolalar. Voyey! Och. Kenglar. Salomat. Nechisizlar? Bitta ham shotda. Bugun menyuda nima? Osh. Bugun 3 ta joyni oshini yeb, mashinaga o'tib ketamiz. Hammaga yetadi. Osh, batana ko'rib chiqib beryapti. Bolalardan raqs ko'ramiz. Anjan bo'lkasi tozasi bo'ladi. Keyingi sinfga o'tamiz. Voy, o'tiringlar, qani. O'tiramiz. Qayla Homid. Sizga xotirjamlik bo'lsin. Allohu. Nechi sinf? 7B. 7B ham shotdi. Bugun menyuda nima? Bugun 4 ta joyda osh yeymiz. 4 ta joyda. Tasavvur qilasizlarmi? 4 ta joyda. Nima saqda ko'rishib beryapsiz? Ulardan ham raqs bilan she'r ko'rar ekanmiz. Qisqa qilib aytganda, vo'bshim zeriktirmaydizlar. Vo'bshim. Keyingi sinfga o'tamiz. Qani. Ey! Salomat. Qaranglar, Homid. Ishli xotirjamlik bo'lsin. Hashtag hamma o'quvchilar Instagramga ketdi. Allohu akbar. Nechi sinf? 7da ham shotdi. Faqat osh demanglar. Menyuda nima? Ana zamonaviyda 7da nima qilsa? Ana. Pizza. Qanaqasidan bo'lyapti? Asar deysizlar, yomon yeyman lekin. Shotga kelaman, yeb ketaman lekin. Nima qilib beryapsizlar? Nima sahna ko'rish qilib beryapsizlar? Qizlardan milliy raqs ko'ramiz bugun. 7-chi? Eslab qo'yinglar. Qani. Eng zo'r maktab. Eng zo'r direktor. Aytishmayapti bular.
Eng zo'r direktor qayerda? Eng zo'r o'qituvchilar. Eng zo'r o'quvchilar. Eshitdilaringmi? Qani endi yig'ilib qolib bir duo qilib aka. Qani ilohomiy. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, eng asosiysi. Direktorimiz umri uzoq bo'lsin, o'qituvchilarimiz umri uzoq bo'lsin, o'quvchilarimiz umri uzoq bo'lsin. Qashqda o'tirgan hamma o'quvchilar inslariga kirib ketsin. Qani ilohomiy. Ahludo. Maktabimiz zo'r bo'lsin. Salomat. Keyingi sinfga o'tamiz, keyingi sinf. Eng fidoyi o'qituvchilarimizdan biri Gulchehra oldiga kelib, "Assalomu alaykum ustozim." Ha, mikrofon. Assalomu alaykum ustoz. Kayfiyatlaringiz kerak bizga. Zo'r, kayfiyatlar zo'r. Bolalar ham hammasi bizdan juda chiroyli bayram taronalari bilan. Yaxshi niyatlaringiz. Qani Hammalaringizni sog'lik, salomatlik tilayman. Nima orzu qilashlaringiz shunga erishinglar. Yanaga Navro'z va oyimlarga shunday to'liqlikda yetib borish nasib etsin. ustoz sizga ham har doim bahordek chiroyli va go'zal bo'lib yuring. Salomat bo'ling. Gulchehraga Allohga rahmat. Mana bizning jonajon mana o'zimning nevaram Shahzodaxon bugun to'ylari bo'lyapti Jahongirbekka. Jahongirbek, taassurotlar. Juda ham yuqori natijada. Mana Shahzodaxon kelib bitta kelin salom olam. Qani? Bormi? Madinaxon bitta qani? 1 2 3. Kelin salom, yor. Qabul aylang, nechinchi dram sinf? Sizga salom, yor. Ahli bo'ling. Aylang salom, sizga salom. Kelin salom, yor. Qabul aylang, 7 sinf. Sizga salom, yor. Baxtli bo'ling. Umrlar uzoq bo'lsin. Qilyapsan, qiyichuv qinglar. Ana. Kelin salom davom etadi, biz ham yo'limizni davom etamiz. Yuring. Oh, Mrs. Jam. Assalomu alaykum, Mrs. Jam. Wa alaykum assalam. How are you feeling today? I'm good. It's a new experience and I'm very happy to see You know which celebrations? all celebrations. This is Navro'z Bayram. Yeah, Navro'z Bayram. You have any tilaklaringiz? Wishes for students. May the spring give you all the blessings. Okay. That's enough? Yeah. Okay. Enjoy. Have fun. You bless. Yeah. Bless. Okay. Come on, Ahmed. Thank you very much. Mana biz sizlardan intervyu oldik shekilli. Ko'p sinflar ko'pligidan adashib ketdik. Mana mening safdoshlarimdan biri, biz Afg'onga borganda o'sha yerda birga xizmat qilganmiz. Bu kishi juda ulug' kishilardan biri. Meni kalam jismoniy tarbiyadan dars o'tganmiz 85-yillarda. Assalomu alaykum Abdushukur aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Ahvollaringiz, bugungi kayfiyatlarni? Kayfiyat yaxshi, a'lo. Mana Navro'z bayramini nishonlayapmiz. Ma'lumot o'rnida 9-D sinfni sinf rahbaridir. Nima deymiz endi? Navro'z bilan hammani chin yurakdan tabriklayman. Hamisha hamma ochilib, sochilib, bahor gullari kabi yashnab yurishni tilab qolaman. Rahmat, o'zingizga ham tilaklar yo'ldosh bo'lsin. Sinfingiz nima qilyapti bugun? Menyuda nima ekan? Menyuda xudo xolisa qozon kabob. Qozon kabob. Adushi kelamiz. Kelinglar, kutamiz mana birgalikda. Mana o'quvchilarga ham omad. Keyingi sinfga yo'l olamiz. Yechinglar beri. Kelinglar. Qani Oybek. Kimsan Oybek bilan turibmiz? Oybek, qalaysan? Yaxshi. Qanaqa kayfiyatlar? Zo'r, bugungi maktab nomidan 8-maktab nomidan Navro'z bayramini tabriklayman hammaga. Butun maktab shu nishonlayotganimiz bilan nishonlayapmiz. Davom etamiz. Tadbirimiz hozirda zo'r ketyapti. Osh, shashlik, palovlar, milliy taomlar pishiryapmiz. Ana. Biz boshlovchini almashtiramiz. Oybekni boshlovchiligiga olamiz. Men menyuda nima gap? Menyu zo'r, kayfiyatlar yaxshi, zo'r. Qani qochib bu. Qani qizlar. Ona qizlarim, kelinglar. Bugun menyuda nima? Qani?
Menyuda nima bugun? Menyuda bugun grill, shirinliklar, non, kola, yer yong'oqlar bor. Ha azizlar. Bitta kolaga duo qilib beraman mayli. Mana. Bananni ko'rib qoldim. Bananniga ham duo qilib ber. Qani ilohi omin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin eng muhimi. Oramizda kamaymasdan ko'payib yuraylik. Qani ilohi omin. Hamma o'qishga kirib ketsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Insofli o'g'rimiz. Rahmat. Mana keyingi sinfga o'tamiz. Ha? Yoshim o'tib qolganda sal qulog'im. Mayli, bitta kola ekan-ku. Atigi 11 ming. Otajonim men rozi olib ketdim. Otajonim mehribonim. Billa o'sgan opam. Jonajonim opam. Mehribonim opam. O'sha opam, Zuhra opam. Assalomu alaykum ustozim mehribonim. Boringizga shukr ustozim. Yuzingizdagi nurni qarang ustoz. Hammani Bayram bilan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lsin. Va u bolalar deb olib qo'yiladi. mana bolalar. Asmir. Ketdik do'stlarim. Mana. Meni safdoshlarimdan biri Afg'onda xizmat qilgan. Assalomu alaykum ustozim mehribonim. Yaxshimiz? Eng faol o'qituvchilarimizdan, Sohir aka, kayfiyatlar. A'lo daraja. A'loni menisimdan keyingisi. A'lo daraja. Hammaga bayramona kayfiyat, hammaga omad, har doim bayram bo'lsin. Bugun o'quvchilaringiz nima qilyapti endi? Menyuda nima gap? Yo'q, biz o'quvchilarimiz yo'q. Keyingi yillarga tayyorgarlik. Ana. Biz aytaman, billa qozon ko'p aytib qo'yishgan, osh aytib qo'yishgan, billa o'tiramiz, ustoz. Joni sog' bo'lsin ustoz. Ustozim mehribon. Mana. Maktabda bor-ku, 90 ta yulduz bo'lsa, eng boshlari yulduzlarining mana shu bo'ladi. Botirjon familiya? Qodirov. Alisherov, Botirjon Alisherov. Mana ko'ryapsan. Muhit ko'ryapsan. Bolalar ko'ryapsan. Nima, qanday fikrlaring bor? Qanday niyatlaring bor? Hozir aka biz avvalo o'sha anchadan beri kutilgan narsa edi bu Navro'z bayramimiz. Men shu o'quvchilarga omad tilayman. Bayram normalni o'tkazib olsak, xudo xolasa. Ana barakalla. Botirjon, sog'lik, salomatlik. Sherxonni yo'qotib qo'ymagin, eng muhimi. Salomat bo'l. Ana, omba. Ana. Salomat. Behuzjon, bu Behuzjon bo'ladi. Salomat. Bu safdoshlarim bo'ladi. Ular bilan Rossiyada xizmat qilganmiz. O'tiringlar. Ananasli duo qilib beray-a. Qanaqa? Ushachi qani? Ilohi omin. Tinchlik xotirjamlik salomatlik bo'lsin. Ilohim osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shuni unutmanglar, osmonimiz musaffo bo'lsin eng muhimi. Hamma o'qishga kirib ketsin. Amin. Allohu akbar. Endi joyiga qaytariladi u. Mayli. Keskanda chaqirish esdan chiqmasin. Bu sinf men gapimga ishonaveringlar. Eng ahil, eng dono, eng kelishuvchan qizlar bilan bolalar bormi? Bunaqa ahillikni ko'rmagansizlar. Bilmadim qaysi sinf, lekin mana shu sinf. Men bular bilan hech qanaqa aloqam yo'q, to'g'risi. Hech qanaqa aloqam yo'q. Mana. Shahzodaxon, kelin salom qalay bo'ldi? Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas degani bu. Gapira olmayapti hattoki. Ana, azizlar. Bularni roppa-rosa bir yildan keyin qorasini ham ko'rmaysiz. Ana. Meni ko'radi. Hop, bugun menyuda nima gap? Voy, dikkillashini qarang, mana dikkillashini qarang. Menyuni o'zi ko'rib qo'ya qolsin. Ana, ko'ryapsizlarmi? Chippillashini ko'ryapsizlarmi bularni? Mana bizning pazanda qizlarimizdan. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar. Niyatlar, qani duolar bitta. Maktab hamma o'quvchilarga bitta niyat bering.
bo'lsa Navruz bayrami qutlug' bo'lsin deb qo'ying endi. Ha. Bu yerda men qaranglar, men bu yerda men nega olyapman? Olyapman, bu yoqqa olib kelyapman. Topgan tutgan uyga olib kirsin degan. Eng muhimini bitta narsani aytib ketay. Bugun saltanat opam o'zlari kela olmay qoldi. Mazalari, toblari yo'q ekan. Sog'lik, salomatlik tilaymiz saltanat opaga. Saltanat opa sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz bor ekansiz, biz bormiz. Bizning quyoshimiz sizsiz, ustozim. Joningiz sog' bo'ling. O'labi. Amin bo'lsinmi? Ha, Shahzodaxon. Mana amin omon bo'lsin. Do'stlarimiz yomon bo'lsin. Hazillashib. Amin omon bo'lsin. Yangi zamon bo'lsin. Nima edi aka, qora aka? Qo'liga duoga ochganlar hammasi sog' bo'lsin, sog'likda, salomatlikda bo'lsin. Hammamiz bu yil o'qishga topshiramiz. Garvardlarga kirib yuray, Garvardlarga. Eshityapsizlarmi? Eng kami Garvard bo'lsin. Hammamiz grant bo'lsin. Sertifikatlar hammasini taqilab tashlaylik. Saltanat opamiz sog' salomat bo'lsin, tuzalib ketsinlar. Amin. Allohu akbar. Bize konkurentlarimizdan biri. Biz keldik. Salomat! Feruza opani vorislari. Nechinchi sinf edi? 10 shotdi. Kayfiyat yo'q. Bilmadim nega. Kim xafa qildi? Xafa qilmadi. Ha. Biz xafa qildirib qo'yadiganlardan emasmiz, brata. Bugun qanaqa sahna ko'rishib kutamiz? Hamma sizlarga gapiryapti. Nima bo'ladi bugun? To'y bo'ladi, buyuk to'y bo'ladi. To'yda men bormanmi? Siz taklif. Ne shotdami? I am here right now. Ana, bugun menyuda shunaqa qilib nima ekan? Menyumi? Osh. Bugun 8-osh masjidga kelamiz. Semirib, bo'kib chiqib ketmasak odam emasmiz. Bo'ldi. Ana. Salomat bilan birga bo'ylar. Biz endi eng katta konkurentlarimizdan. Bizda mehmonlar, eksklyuziv mehmonlar bor. Eksklyuziv deydimi, nima deydi? Yangichasiga Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yuzaringizdagi nurni qarang. Yuzaridagi nurni qarang. Quyosh siz olib keldingiz. Nima gap endi, kayfiyatlar? Necha? Havomi? Unaqa gapirsam bor yo'q-ku, sadaqat qo'ymadi ekan. Mayli. Shahriyor shotdi, eng muhimi. Salomat, sog'lik, salomatlik. Nozi, qani Nozi? Assalomu alaykum. Keyin rasmga tushamiz. Tomonni oling qarang. Ana ilohi amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bu yil biz bilan hammamiz ingichka topshiramiz. Hammamiz grantlarga kirib ketdik. Hammamiz o'zimiz yo'limizni topib ketdik. Amin. Allohu akbar. Bitta rasmga tushagan. Do'stlarim, salomat. Nima yeyapsiz bugun? Rahimjon. Nima yeyapsiz bugun? Ovqat nomini bilmaysizmi hali? Qozon kabob. Qozon kabobni nomer 1 shotda. Kelaverasizlar, olaverasizlar, yeyaverasizlar. Inomjon Qayimov, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Nima gap endi? Nima qilib berasizlar endi? Biz mana qizlarimizga 8-mart. Snow godim. Demak, Navruz bayramiga. Navruz bayramiga qozon kabob. Qozon kabobni yomoni bo'ladi. Shotda bo'ladi, qatta bo'lsa ham shotda bo'ladi. Ana. Bitta rasmga tushib olib kelinglar endi, o'choq tepasida. Rasmga olasizmi? Ke. Ana. Olyapsizmi? Videoga olyapsizmi? Meni Samarqandlik Dilyapam bor. Assalomu alaykum Dilyapa. Mana ko'zlari charchoqda hali. Negaligini bilasizlarmi? Lo'lilar bilan jang qilib kelgan. Amir Temur Mo'g'ullar bilan jang qilgan bo'lsa, siz lo'lilar bilan jang qilgan. Kayfiyatlaringiz A'lo darajada. Perfect. Menga o'xshagan xuddi. Ana. Like you. Perfect. Like you. Yana nima desak bo'ladi? Mikrofoningizdan chiqar ekanmi? Xuddi shunday, mana.
ko'rsatishimiz mumkin. Nima niyatlaringiz bor biz o'quvchilarimizga? Endi biz o'quvchilarimizga niyatim yo'q-ku. Maslahatim bor. Maslahat hamisha pulli bo'ladi. Tavsiya bepul. Bor motivation. Come on. Yaxshi o'qishlarga kirib ketdinglar, iloyim. Nima deymiz? Mehr oqibat yo'qolmasin. Mehr oqibat. Mana siz bitirganingizga qancha bo'ldi? 2 yil. Oqibatni ushlab turibsizlarmi yo'qmi? Rostini ayting. Mana sinfdoshlar, eski sinfdoshlaringiz bilan. Mana Dilxon opaga, Dilapaga o'xshab qolmanglar, aytib qo'yay. Mana oqibatni uzvorgan. Mana shunaqa ham o'qituvchi bilan. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehribonim ustozim, Sevara opa. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zingizga ham bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatlaringiz? Yaxshi. Meni ismimdan emasmi? A'lo emasmi deyman? A'lo. Men tilaklaringiz bor o'quvchilarga, ustozlarga. A'lo 11-sinflarga omad yor bo'lsin. Rahmat. Sanoqlar qoldi. Oliy o'quv yurtlariga kirib talaba bo'lsa hammasi. Aytganingiz kelsin. Sizga ham bayramni yaxshi o'tkazib olish nasib etsin. Qanaqa ovqat kutayapsiz? Qorningiz och bo'lib ko'rinib turibdi. Yo'q, qornim och emas. Ha. Qozon kabob. Qozon kabob, yoqay. Kishilik. Bo'l, ana aytdim so'z kelib qoladi, xudo xolisa. Mana meni eng sevimli o'qituvchim. Mana shu o'qituvchi meni viloyatga olib chiqqan o'qituvchim. Assalomu alaykum mehribonim ustozim. Shohist opa, kayfiyatlaringiz? A'lo darajada. A'lo darajada. Yana plus qilib turib, a'lo darajani plus elitasini chiqarib ketamiz. O'quvchilaringizga niyatlaringiz? Hammaga bayram muborak bo'lsin. Har kunimiz bayram bo'lsin. Mana shunaqa bayramlarimiz ko'payaversin. Ayniqsa sizlarga, bitiruvchilarga, oldinda oliy o'quv yurtlariga hammalaringga kirish nasib. Aytganingiz kelsin. Sizga ham sog'lik, salomatlik. Sog' bo'ling. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, hamma Jinnisining oldiga keldik. Yili 84. Juguli 07. Aslam ketadi-yu. Bu mashina, короче, Artur Radikichga tegishli. Artur akani o'zlaridan intervyu olamiz. Qochila. Assalomu alaykum Artur Radikich. Yaxshimisiz? Bu mashinaga erishishga yoshlarga motivatsiya. Yaxshi joyda ishlash kerak, hayot uchun kurashish kerak. Pulni orqasidan yugurmasdan, pul seni orqangdan yugursin. Artur akani gaplarini unutmanglar. Juguli 07 legenda. Hozir obzor qilamiz. To'xta, qani naush. Number 1.
Nabiralardan nevaralar begaralargacha bo'lsin. Nima bo'lsin? Jo'niga bo'lsin, to'y bo'lsin. Tirik bo'lsin. Yosh qulog'larimiz omon bo'lsin. Jo'n bilan farangiz baxtli bo'ling. Ochor buni, men tushiraman. Qari. Baqir chaqir bilan keling kiyovda. Og'ir. Jo'ni. Bo'lsa, Jo'niga bo'lsin. Yosh baxtli bo'lsin. Var. Bo'lsa bo'ldi jonibek qadrdon oldi. Bu bo'ldi jonibek qadrdon oldi. Nima baqir? Bo'ldi, men. Kelin salomdan keyin. Nima bo'lyapti? Nima barcha? Kelin salomdan keyin. Men sizlarga besh ketmadim. To'xta. Keldilaring xo'p. Kattam duosini olib kirmisanlar. Voy, sen chiq. Qani. Katta. Bormi katta? Bormi zo'r? Mana Abdurahim aka. Yevarangizga fotiha bering deydi. Ilohomiy. Aziz mehmonlar, barchangiz xush kelibsizlar. O'g'lim bilan mana shu farangiz keldim, baxtli saodatli bo'lsin. Ularning sog'ligi bo'lsin, bola chaqalari ko'p bo'lsin. Bizga o'xshab 90larga kirib yursin. Rahmat, kelibsizlar. Rahmat hammaga. Osh bo'lsin. Muborak bo'lsin. Kelin salom aytamiz. Avval Xudoga salom. Kelin salom aytamiz. Odam xatoga salom. Kelin salom aytamiz. Ona havoga salom.
akaga ko'p salom. Oxirmol boshingizda, soyasi qoshingizda. Salom salom, kelin salom, Dilorom opaga ko'p salom. Salom salom, kelin salom, maktab otasiga ko'p salom. Yan kiyimlari yarashgan, bir gap bilan kuldirgan, aytganini qildirgan. Salom salom, kelin salom, maktabimiz faxri Farruh akaga ko'p salom. Ustozlarga qadrdon, o'quvchiga mehribon. Salom salom, kelin salom, Shohsupaga ko'p salom. Men ustozim, ro'yxatga chiqdi. Alifbedan o'rgatgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan. Salom salom, kelin salom, barcha ustozlarga ko'p salom. Kuyov jo'ralarga ko'p salom. Kelinni babasi ham bor. Kostyum shumlar yarashgan, rosa qizlar qarashgan. Kostyum shumlar yarashgan, rosa qizlar qarashgan. Bek, boy bek. Sizga salom, kelin salom. Farangiz qizdan ko'p salom. Kelin salom chachiligidan olingan. Bo'ynimdagi marjonim to'kilib ado bo'ldi. Xafa bo'lmang azizlar, salomim ado bo'ldi. Hamma raqschi. Bizden ketelik doğru mu diyorsun? Var gel var. Dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin, zaminimiz doim nurlarga to'lsin. Vatanim, jonim, dilim, o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Boshimiz bor, yurtimiz tinchdir, osmonimiz musaffo vatanimiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar, aziz ustozlar. Barchangizni bahorgi yangilanish, yasharish, Navro'z bayrami bilan 11-A sinf nomidan va 11-A sinfga ta'lim berayotgan o'qituvchilar nomidan barchangizni bugungi bayram bilan muborakbod etaman. Har doim sog' salomat, tinch bo'linglar. 11-sinflarimizdan, A sinfimizdan, B sinf o'quvchilarimiz ham hammasi oliy ta'limga o'qishga kirib, kelajakda yaxshi inson bo'lishini tilab qolaman. Rahmat e'tiborlaring uchun. Assalomu alaykum hurmatli 8-maktab o'quvchilari. Bugun mana maktabimizda Navro'zi olam bayrami bo'lib o'tmoqda. Fursatdan foydalanib barchangizni Navro'zi olam bayrami bilan tabriklayman. Assalomu alaykum 8-maktab o'quvchilari va aziz ustozlar. Sizlarni shu fursatdan foydalanib bugungi Navro'z ayyomimiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, bahorgi iliq kayfiyatlarni tilab qolaman. Butun dunyoni jalb etadigan kunlarga, tarixiy voqealarga boy bo'lmoqda. Mana shunday voqealardan juda ko'plarini aytib o'tamiz. Po'lat akalarning har dushanba kuni aytadi sizlarga. Samarqandda qanaqa forum bo'lyapti, Toshkentda qanaqa forum bo'ldi, Qoraqalpog'istonda qanaqa imkoniyatlar bo'lyapti va hokazo. Ana shularning ichida
Oqqo'rg'on tumanidagi 8-maktabda ham alohida ta'kidlash kerak. Chunki bizdagi mana shu ta'lim sohasida, tarbiya sohasidagi haqiqatan maqtashga arzigulik ishlar amalga oshirilayotganligiga hammamiz guvohmiz birgalikda. Albatta, endi yutuqlar bor joyda uncha kamchiliklarimiz ham bo'ladi. Lekin mana shunday qilib davrani, Navro'z bayramini sizlar bilan yana buni ustiga ajoyib bog'da hammamiz birgalikda stollar atrofida o'tirib nishonlashimizni o'zi odamga juda katta xush kayfiyat beradi. Bu yillar davomida, ayniqsa 11-sinflarimiz, bu sizlar uchun esdalik, xotira bo'lib qoladi. Yangi yil mana shu paytda hammangiz o'sha oliygohlarda yoki boshqa bir ish joylarida yo boshqa joylarda bo'lasiz. Maktabni sog'inasiz. Mana shunaqa davralarni sog'inasiz. Mana shu g'animat davrlar sizlarga juda ham esdalik bo'lib qoladigan kunga, soatga, minutga boy. Hammalaring Xudo xolasa o'ylaymanki, institutga kirganda o'zlaringning butun haligi respublikamizdagi Qoraqalpaqdan tortib Andijongacha bo'lgan studentlarimizga mana shu o'zlaringiz taassurotlaringni aytib berasizlar degan umiddaman. Qolaversa mana ustozlarimiz o'tiribdi, ikkita stolni to'ldirib, o'ng tomonimda aziz ustozlar, ayollarimiz, chap tomonimizda erkak ustozlarimiz o'tiribdi. Bu ustozlarimizning sa'y-harakatlari, mana shu sizlarga berayotgan ta'lim tarbiyasi, qolaversa mehri, sizni yaxshi ko'rishini orqasidan mana shunday joyda o'tiribsizlar. Yana bitta narsa, mana kechagina Samarqandga borib keldim. 98 ta o'quvchi, 8 ta o'qituvchi bilan birgalikda juda ham katta taassurotlar bilan keldilar. Bu Samarqandga birorta hali o'quvchilar bormagan ekan. Mana bu 25-yilda. Mana biz boshlab berdik. Aynan o'sha kuni prezidentimizning qarori chiqdi. Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha. Mana endi Xudo xolasa yanada rivojlanadi. Buxoroga, Xorazmga, Qoraqalpoqqa borishlar ham, vodiyga borishlar ham oilaviy jamoa bo'lib mana bunday bayramlar davom etaversin. Siz eng chiroyli, eng zo'r davrning ajoyib farzandisizlar. Nega? Ming bora shukr qilsalaring bo'ladi. Siz jannat makon Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida yashayotganingizdan, qolaversa shu Oqqo'rg'on tumanidagi 8-maktab borligidan haqli ravishda faxrlansangiz arziydi. Birorta maktabda bunaqa bog' yo'q. Birorta mana shu viloyatimizdagi ko'p joylarda bo'laman, bunaqa sharoit, bunaqa imkoniyatlar yo'q, bunaqa o'qituvchilar, bunaqa ustozlar yo'q. Mana bizda mana shu narsa, buning ham qadriga yetish kerak. Buning ham qadriga yetinglar. Hammalaringdan so'rayman. Qadrli, qachonki inson o'sha yoningizdagi hozirgi baxtni sug'orib, simirib ichinglar. Mana shu baxt. Mana shu baxtni e'zozlash kerak. Vaqtida o'sha narsani qadriga yetish kerak. Men o'ylaymanki, albatta bayramlar ko'p oldimizda. Sizlar uchun bu boshlanishi, bunaqa bayramlarning Xudo xolasa hali juda ko'pini ko'rasizlar. Lekin o'sha bayramlarning ichida bu bayram o'zgacha bayram. Bu boshqacha bayram. Bu chunki bolalik davridagi beg'ubor, hech narsadan umidvor bo'lmagan. Siz do'stingizni boyligi uchun, amali uchun yoki bo'lmasa bir boshqasi uchun hurmat qilmaysiz. Bu yerda siz haqiqiy bolalikdagi do'stlaringiz siz uchun umrbod do'st bo'lib qoladi.
güzelleri Kuşları kalemleri Özlüğün güzelleri Kuşları kalemleri Yedamdır, mürdamdır, çırayım, çile dırdadır Bunu görgen yigitleri Boya shuni aytmading-da, kelin kuyovga. Kelin kuyovga. Ayollar bor. Yo'q joydan paydo bo'lib qoldi. Ko'zi. Boboy. Do'stlar ish qisganmi? Andijon polkasi, muzikasi ham, raqsi ham O'zbekistonda faxr. Navro'zimizni tomoshabinlar tomosha qilyapti.